farzandlarim yetim qolib ketmasin. Doktor bo'lsa dadamga o'xshagan kasallarni oldi. Dadam kasal bo'lib qoldilar, jigar tejyoz. Namangan viloyati Uchistimon Og'zira qishlog'idanman. 1990-yil tug'ilganman. 2019-yildan beri ish kasallik bilan olishib kelaman. Doktorlar oxirgi darajaga yetib kelgan deyishyapti. Almashtirmasa bo'lmasa ekan. Qo'linglardan kelguncha yordam qilinglar. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Oilada bitta boquvchimanman. Shu farzandlarim yetim qolib ketmasin. Iltimos qo'ldan kelguncha yordam qilinglar. $30,000 mablag' yig'ish kerak bo'lyapti ekan. Do'stlar, mana shu qizlar ham yetim bo'lib qolmasin. Bitta qizimiz 12 yoshdalar, bittalari 6 yoshdalar. Shu qizlarimiz ham sizlarning haqlaringga duo qilishadi. Sizlar mana shu akamiz uchun 5,000-10,000 so'mdan bo'lsa ham ehson yordamlaringni qilib o'tib ketinglar. Nafaqa ehsonda yuragimiz urib turganda, hayot bo'lib turganda qilib olaylik aslar. Yaxshiliklarni, ezguliklarni hozir qilaylik toki olamdan o'tgunga qadar. Ertaga qiyomatda mana shu zarracha qilgan yaxshiligim menga foyda keltiradi deymiz. Shuning uchun ham imkon borligida azizlar sadaqa qilaylik. Imkon borligida yaxshilik qilaylik, infoq qilaylik. Qo'yni siniqlarga, qo'ynini ko'tarishga infoq qilishlikdan hech charchamaylik.